Zohidga kuzatuvchilaringizdan yana bitta savol. Erta tug'ilgan chaqaloqlar oddiy chaqaloqlar bilan bir xil rivojlanib keta oladimi? Albatta bir xil rivojlanib ketishi mumkin. Agarki farzand o'z vaqtidan oldin tug'ilgan bo'lsa-da, lekin o'z vaqtida tibbiy muolajalarni o'tkazgan bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilgan va shifokorlarning tavsiyalarini to'liq qilgan bo'lsa, ota-onalar bajargan bo'lsa, bugun tibbiyotda, ilm-fan, texnologiya, dori-darmon hammasi yaxshi rivojlanib ketdi. O'sha uchun farzandda hech qanaqa asoratlarsiz oddiy sog'lom bolalar qatori bo'lib ketishi mumkin. Faqat qachonki menga juda ham ko'p bu savolni ko'p berishadi, ota-onalar kelishadi, bolani ko'rasiz sog'lom bola, lekin ota-onadan nima shikoyatingiz bor desa, farzandim oldin tug'ilgandi, o'z vaqtidan erta tug'ilgan edi. Eshitdimki, shu bola bunaqa bolalarda har xil nevrologik kasalliklar kelib chiqishi mumkin ekan degan savollarda ota-onani tashvishga tushirib qo'yadi. Shu o'rinda men ota-onaga aytmoqchimanki, erta tug'ilgan chaqaloqlarda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar bu onani, bolani rivojlanish paytidagi bo'lgan muammolar tufayli kelib chiqish bo'lgan kasalliklar bor. Bu bolalar serebral falajligi, eng yengil holatda kognitiv buzilishlar, ya'ni miya po'stlog'ini yaxshi rivojlanmasligi, gipoksik holatlari yoki har xil tug'ruq anomaliyalari, miyani juda chuqur zararlanishlari bilan ham kechishi mumkin, ya'ni erta tug'ilgan bolalarda. Agar sizni farzandingiz erta tug'ilgan-u, lekin sizda hech qanaqangi ota-onalarda shikoyat bo'lmaydigan bo'lsa, hurmatli ota-onalar, siz o'sha rejali profilaktik shifokor ko'rigidan o'tishingiz mumkin. Lekin bu hech qanaqangi vahimaga o'rin yo'q degani bo'ladi.